Nimaniki? Nimani? Yo'q, ular tursin. Ular tursin. Men yozmam kerakini bersang lazım. Xo'p, hammalarga assalomu alaykum. Xayrli kech. Bugun mahsulotlar to'g'risida taqdimot o'tkazib beramiz, chunki kecha umumiy asosan ko'proq urg'u demak marketing biznesga berildi. Mahsulotlar to'g'risida Muxlisaxon juda ham yaxshi tushuntirib berdilar, baraka topsin. Bugun shu mahsulotlar to'g'risida sal yana to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz inshaalloh. Ismim Naimbek Samiyev. Bugun mana shu o'zim soham teri tanosul shifokoriman. Kosmetologiya, dermatokosmetologiya sohasida ham ishlab kelaman 33 yildan beri. Shundan 33 yili hozir 33 yili mana shu tabobat bilan ishlab kelaman yana. Nima uchun tabobat bilan boshlaganim mana ko'pchilik biladi ekan, juda ham ko'p kasalliklarni, masalan, meditsinada davosi yo'q deb hisoblanadi, o'zingizlar bilasizlar. O'sha asab kasalliklaridan boshlab endokrin, masalan, qandli diabet, astma, revmatizm, pochka, boshqa kasalliklarni, masalan, bizada surunkali holatlarda davosi yo'q hisoblanadi, bilasizlar. Bu narsaga men ko'nmaganman. Mana shu 33 yil oldin alhamdulillah deyman, mana shu Alloh bergan ilm bilan Ibn Sinoni kitoblarini o'qidim. Qarasam, Alloh taolo mana shu hamma kasalliklarga shifoni yaratib qo'ygan ekan. Mana shu narsalar bilan berishni boshladim. O'sha paytda tavakkal qilib, chunki u odamlar 20 yillab tuzalmagan kasallar kelardi, yozib berurdim. Natija ko'rishni boshladim. O'sha Ibn Sino aytgan narsalarni ko'rishni boshladim. Ya'ni birorta mana giyohni olib qaraydigan bo'lsanglar, Ibn Sino nima bilan davolagan bilasizlar? Masalan, giyohlar bilan, to'g'rimi? Masalan, o'sha qaysiki giyohni olib o'qiydigan bo'lsangiz, o'sha Ibn Sinoda yozib ketgan yoki Ayurveda, Tibet tabobatlarida yozib ketgan giyohlarni o'qisangiz, insonni boshidan oyoq 1000 dardga davo hisoblanadi. Masalan, mana eshitmagan bo'lsanglar, balki eshitgandirsizlar, Vitaniya degan giyoh bor. Internetga kirib o'qib ko'rsanglar, mana hamma informatsiyani olasizlar. Ashwagandha deydi. Bu o'sha 2000 yil oldin Hind tabobatida etib ketilgan, buni podsholar oilasi ichib yurgan, uzoq umr ko'rish uchun, uzoq yashash uchun. Ashwagandha deydi. Buni boshqa nomi, ya'ni nima deydi? Kechirasizlar, ot kuchi deb nom berilgan buni. Chunki o'sha paytda ham otlarni o'sha kuchi, haligi uzoq chidamliligi mana shunaqa ma'nosida bergan. Ichib yurgan odamlar mana shunaqa narsalarni ichib yurgan. Masalan, tarkibini qarasanglar, bu bitta ashwagandhani o'zida tarkibida bir 500 dan ortiq moddalar bor. Va buni masalan o'sha paytdan kitoblarda yozib ketilgan nimalarni davolagan. Demak, bo'g'im kasalliklari, osteoartrozlar deydi. Masalan, osteoartritlar deydi, bo'g'im yallig'lanishi, har qanaqa og'riqlar, slabis, charchash, bosh og'riqlar, nafas yo'llari shamollashi, bronkit, astma kasalliklarida juda ham foydasi katta bo'lgan. Xo'p, yana o'sha Ayurvedada qaysi kasalliklar? Alzgeymer, masalan, xotira pasayishi, o'sha paytda ham baribir xotira yo'qotgan odamlar bo'lgan, xotirasi buzilgan odamlarga berilgan va oxirgi yillarda ham bu ashwagandhani ana shu Alzgeymer kasalligida xotira yo'qolib, haliga yosh ko'tarilib, insonlar ba'zilari juda balo, buni davosi yo'q hisoblanadi meditsinada. Ya'ni Alzgeymer degan kasallik miyada o'sha atrofiy holatlari, miyani qon aylanishi buzilib, modda almashinuvi buzilib, miyaga kelayotgan oziqa moddalari yetishmagandan keyin o'sha qon aylanishi buzilishini hisobiga, uni sabablari ko'p, Alzgeymer holati kelib chiqadi. Ya'ni qariyalar masalan o'zi bilmagan holda ko'chaga chiqib ketib qoladi, yo'qolib qoladi ko'chalarda. Juda ham bir balo hisoblanadi. Buni masalan meditsinada davosi yo'q hisoblanadi. Ana shu xotirani tiklash uchun, xotirani davolash uchun bu hattoki o'sha Ayurveda tabobatida 2000 yil oldin mana shu ashwagandha giyohini
ketilgan. Buni yana boshqa nomi Hind jensheni deyiladi. Hindiston jensheni. Qanaqa kasalliklarda bu buyurilgan o'sha paytda? Mana для укрепления immuniteta, ya'ni immunitetni ko'tarishga, charchoqni yo'qotishga, haligi quvvatsizlikni yo'qotishga, quvvat berishga, energetik balans, energiyani kuchaytirishga, asab kasalliklari har qanaqa. Masalan, iqlimni o'zgartirganda iqlimga o'rganish, tezroq o'rganish. O'sha payt baribir bilasizlar, ko'p savdogarlik bo'lgan, ko'p joylarga yurishgan, kemalarda yurishgan. Demak, xotirani yaxshilash, qarish belgilarini kamaytirish, sekinlashtirish va омолаживание deyapti, общее омолаживание, demak, umumiy yosharish, tanani umumiy yosharishi. Onkologiya profilaktikasi, kasalliklarni oldini olish, onkologiya, har xil gematologiya kasalliklari holatlarida mana shunaqa juda ham yaxshi nimasi aniqlangan va oxirgi yillarda bu ashvagandha giyohini oxirgi yillarda meditsina rivojlanib buni o'rganganda o'sha onkologiyada qanaqa ta'siri, demak, yallig'lanishni kamaytirish, o'sha immunologik organizmni immunologik javobini to'g'irlash, immunokorreksiya deydi. Har qanaqa o'sha rak hujayralarini ko'payishini oldini olish. Demak, ximiya terapiya olgan odamlarning tezroq tiklanishi mana shu holatlarda beriladi. Bundan tashqari qandli diabetda o'sha ashvagandha giyohini ichib yurganda juda ham ko'pchilikda qand miqdori tushganligi aniqlangan. Uchinchi ta'siri antixolesterinovый effekt. Qonda xolesterin nimalarni, yog' moddalarini kamayishi va qon tomirlarida yopishib qolgan xolesterin bo'lakchalari, blyashkalari deydi, ana shularni eritib yo'qotish nimalari berilgan. Bular hammasi hozirgi kunda o'sha World Journal of Medical Science degan o'sha мировой jurnal bor. Медицинская наука degan, медицинская наука, tibbiyot, demak, tibbiyot fanlari xalqaro jurnali bor, magazini bor. Ana shu jurnalda, demak, bu hammasi men hozir aytib bergan narsalar naучный, demak, statya bo'lib, ya'ni maqola bo'lib chiqqan. Bu narsalarni albatta o'sha isbotlangan hozirgi meditsinada. Mana ko'pchilik so'raydi, ayniqsa doktorlar bo'ladiki, buni ilmiy statyalari, ilmiy maqolalari bormi? Qaysi jurnalda deydigan aqlli bor. O'sha 3000 yillik, 2000 yil oldin senga 2000 yil, 5000 yil davomida isbotlab berilgan. Bu oldingi tabobat qanaqa bo'lgan? Men bitta tabib butun umr davomida minglab odamlarni davolab yozib borgan. Mana bu giyoh mana bunda bunaqa ta'sir qiladi. Bu umr bo'yi va o'zini shogirdlariga o'rgatgan. Shogirdlari u narsani qilib yana o'zlari kitob yozib ketgan. Mana shunaqa qilib bu 100 yillar, 1000 yillar davomida yig'ilgan ilm hisoblanadi. Hozirgi kechagi chiqqan ilm emas. Mana ayniqsa ba'zi doktorlarga shuni aytinglar, baraka topkur, biza qiladigan narsalar 1000 yillik tabobat. Kecha chiqqan 20 yillik, 30 yillik tabobat emas. Apteka ko'payib, hamma joy dabdala qilyapti ximiya. Hamma joy kasal qilib tashyapti. Apteka ko'payib, haligi anunda ovoz oqimini hazilini eshitib qoldim. Ham bu yoqqa qarasang ham kasalxona, bu yoqqa qarasang ham dorixona, bu yoqqa qarasang kasalxona, biron joyda shifoxonani ko'rmaysan deydi. Kasalxona ko'payib ketyapti deydi. Endi qiziqchi bo'lsa ham baribir to'g'ri gapni gapiradi shularda ba'zilarda. Haqiqatda dorixona, qayerga qaramasangiz dorixona ximiya ana nimani qo'llatyapti o'sha dorilar. Berish kerak, biz ham vrachmiz, lekin bunga qarshi chiqish kerak emas-da. Masalan, ba'zi doktorlar mana shu giyohga qarshi chiqadi. Men aytaman, baraka topkur. Men ham vrachman. Men ham antibiotik yozaman. Mana dori qoladi ham beraman, ukollar yozib beramiz. Mana bizlarning patsientlar bilishadi. Dorilarni yozib beramiz. Lekin sen boshqa 1000 yillik tabobatda kesma, nima qilasan, foydasi yo'q deb. O'rgan, baraka topkur. Ibn Sino tibbiyotning otasi. 800 yil davomida Ibn Sinoni tibb qonunlari Yevropani asosiy kitobi hisoblangan. 800 yil Yevropa tabiblari mana shu Yevropa tabobati shundan kelib chiqqan. Ibn Sinoni tibb qonunlari asosida rivojlangan.
O'qimaydi bizada. Ana shuni yaxshilab o'qish kerak. Buni tarkibida nimalar bor hozir aytib beraman. Ashvagandha nima uchun? Bu onkologiyaga qarshi, nima uchun saharni davolaydi, nima uchun xolesterinni eritadi. Aptekada xolesterinni eritadigan dori yo'q. Eski xolesterinni eritadigan dori yo'q. Luboy farmatsevt, luboy doktor biladi buni. Men aytayotganim yo'q. Luboy kardiologdan so'raydi. Eski xolesterinni eritib olsa bo'ladimi qon tomirdagi va insonlarni birinchi o'limiga olib kelayotgan, ana shu infarkt, insultga olib kelayotgan tromblarni eritsa bo'ladigan dori bormi desangiz, yo'q deydi bizning doktorlar. Qotib qolgan, keyin yo'q deb o'tiraveradi. Baraka topkur bor. Faqat Alloh yaratgan giyohlar bor va bular уже Nobel mukofotini olgan uni tarkibidagi fermentlar. Doktorlar уже bilyapti, Xudoga shukr. Oxirgi yillar ayniqsa juda ham zo'r bo'ldi bizda ham. Prezidentimizni o'sha 2018-yilda xalq tabobatini o'rganinglar, ximiyadan qochinglar deb farmon chiqarganlaridan keyin mana bu demak bizada mana institutda уже xalq tabobati, nutritsiologiya kafedralari ochilib, mana shu narsalarni o'qityapti. Lekin hali o'qitadigan juda kuchli doktorlar kamroq. Doktorlarni o'zi o'rganish kerak bu narsani va biza yetkazib beramiz. Mana shuning uchun mana bu darslarga doktorlarni chaqiringlar, kelishsin, eshitsin, bilsin. Xolesterinni ham eritsa bo'ladi. Bekorga o'sha giyohlarni tarkibidagi moddalar Nobel mukofotini olmagan. Nobel mukofoti prosta tak berilmaydi-ku. Milliardlab odamdan bittasi oladi Nobel mukofotini. O'sha coenzim Q10 fermenti, resveratrol degan, ana shu telomeraza degan fermentlar masalan juda ham ko'p. Omega nimalari, nejirniy kisloты deyiladi. Ana shu kislotalar to'yinmagan yog' kislotalari ana shu xolesterinlarni ham eritadigan odati bor. O'shaning uchun bu mana bu yerda ashvagandhani giyoh tarkibida mana shu moddalar bor va qon tomirlarni yumshatib, arterial qon bosimini ham pasaytiradi. Undan tashqari 4-effekti bu stressga qarshi. Va insonlar asabini tinchlantirib, trankvilizator, uspokойствие berib, spokойный qilib, stressga qarshi kuchaytiradi, organizmni kuchini ko'paytiradi. Bundan tashqari o'sha buqoq kasalliklarida juda ham effekti zo'r, gipotireoz holatlarida, buqoq demak yod yetishmovchiligi holatlarida tabiiy immunokorrektor hisoblanadi. Ya'ni immunitetni pasaygan paytda ko'tarib, tushgan paytda to'g'rilab, haliga ko'tarilgan paytda korrektor qiladigan joylari bor. Va bundan tashqari qon tomirlarda o'sha qon aylanishini tezlashtirib, yaxshilashtirib, bundan tashqari nafas, oshqozon, ichak sistemasiga ham juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Ayol kishilarda bu demak endometrioz, mioma, mastopatiya, o'sha gormonal fonlarni normallashtiradi. Gormonlarni bu ko'p o'sha mioma, mastopatiyalar o'sha gormonal narusheniya, gormonal o'zgarishlardan kelib chiqadi. Demak, tezroq tuqqandan keyin tezroq tiklanishga olib keladi. Masalan, klimaks holatlari hamma bo'ladi, gormonal narusheniya hayzlar to'xtagandan keyin. Ana shu klimakslarni ham yengil o'tkazishga bular yordam beradi. Erkaklarda bo'lsa, bu o'sha testosteron gormonlarini ko'tarib, o'sha kuch berib organizmda, masalan, befarzandlarda o'sha urug'i agar slabiy bo'lsa, urug'ini ko'tarib, o'sha urug' nimasini sifatini yaxshilab, demak, kuch beradi. Erkaklarda ham o'sha prostatit, pochka kasalliklarida, buyrakda tuz, tosh bo'lganda, prostatit, adenom holatlarida juda ham effekti bor. Nima uchun? Endi nima uchun mana shu ashvagandha bitta giyohni masalaga o'qib berdim hozir. Bitta giyohni o'zini qarasanglar, masalan, tarkibida o'sha nimalar bor? Anafirin, anagidrin, nikotin, tropin moddalari, vitasamin moddalari bo'ladi. Bularni tarkibida har xil laktonlar, nimalar, antatoid moddalari bo'ladi, aminokislotalar har qanaqa, glitsin. Mana eshitgansizlar, miya holatlari, uyqusizlik, xotira buzilishlarida o'sha aptekada alohida yoki Amerikadan alohida glitsin dorisini berishadi doktorlar. Buni tarkibida bor o'sha glitsin. Glitsinni ham ximiyaviy olmaydi, o'sha ko'p giyohlardan olinadi. Mana shuni tarkibida bor masalan. Miya uchun bu.
Bundan tashqari sistin, alanin, triptofan degan aminokislotalar bor. Bu juda organizmga kerak moddalar hisoblanadi. Bundan tashqari har qanaqa tarkibida o'sha kerakli vitaminlar, masalan, saponin moddalar mikroblarni qadigan yuzlab, glikozid moddalari, o'sha laktonlar, fitosterinlar. Fitosterin bu o'sha jenskiy gormonlarni normallashtiradigan fitosteroid moddalari bo'ladi, masalan. Alkaloidlar bor, yallig'lanishni yo'qotadigan, например. Temir moddalari, barcha o'sha nimadagi Mendeleyevdagi hamma nimalar, mikroelement, mineral hammasi bor. Butun organizmga kerak vitaminlar. Bu bittagina sizlarga vitaniya moddasini hozir o'qib berdim, vitaniya moddasi. Mana shu любой giyohni olib o'qiydigan bo'lsanglar, insonni boshidan oyoq ming kasalliklarni davolaydigan giyohlar hisoblanadi. Men sizlarga hozir o'qib bermayman hammasini. Masalan, mana Ternera degan. Mana men bularni tayyorlaganman-da. Hozir kitoblar tayyorlayapman, inshaalloh bo'ladi. Mana qarasanglar, mana shu chizib chiqilgan narsalar, bular hammasi kasalliklar. Bitta Ternera degan giyohni mana ko'p taqdimotlarda maqtaymiz. Masalan, Ternera bu Amazoniya junglilarida o'sadigan bir daraxtda o'sadigan gullar hisoblanadi. Mana shu giyohni borib Amazoniyada tekshirishganda birorta insonda rak chiqmagan, rak kasalligini topisha olmagan. Va u yerda masalan oddiy hol ekan, o'sha 80 yoshda ham kerak bo'lsa 20 yoshli qizlarga uylanib, farzandli bo'lish ular uchun bu oddiy hol hisoblanar ekan. Voy, bu 80 ga kirib uylandi ya degan gap yo'q ekan. Ular uchun oddiy hol, 80 yosh ular uchun yosh hisoblanar ekan. O'shaning uchun mana bu Ternera degan giyoh. Mana buni ham agar sostavini qarasangiz, voy 100 dan ortiq moddalar, bitta o'sha har xil aminokislotalar, har qanaqa adaptogenlar, o'sha bioflavonoid deydi. 300 dan ortiq bioflavonoid moddalari bor. Har qanaqa antioksidantlar, mikroblarni o'ldiradigan nimalar, nima deydi? Saponin moddalari, o'sha mikroblarni qirib tashlaydigan. Efir moylari 100 dan ortiq. Juda ko'p sostavida o'sha mana flavonoidlar deyapti, arbutin degan moddalari bor. Har qanaqa сложный эфиры жирных kislot, har qanaqa flavonoidlar, beta-siterol, bu ham gormonal narushenyalarni yaxshi qiladi. Demak, arbutin moddasi, demak, qondagi saqr miqdorini kamaytiradi organizmda. Oshqozon ichi sistemasini yaxshilaydi, shlaklarni tozalaydi organizmda, jigar o't qopini tozalaydi, yig'ilib qolgan o'tlarni. Ana shu arbutin degan modda. Tanin moddalari bor, mikroblarni o'ldiradigan bu ham. Proteinlar, sakaroidlar, xlorofil, Nobel mukofotini olgan, 1000 dardga davo, onkologiyaga ham qarshi modda hisoblanadi, masalan. Efirniy moddalar, efir masla deydi, efirniy kislota. Xo'p, glikozid moddalari bular. Alkaloidlar, har xil moddalar, juda ko'p nimalari bor. Demak, sidik haydovchi ta'siri bor, jigarni tozalaydigan ta'siri bor, chigonniy, bakteriya, mochpolovoy sistemada sidik yo'llaridagi butun bakteriya viruslarni qirib tashlaydi deyapti. Xo'p, tarkibida chunki gidrokinon degan modda bor, tabiiy gidrokinon. Bu ham mikroblarni tozalaydigan nimasi bor. Bundan tashqari, sidik haydash yo'lini hisobiga davleniyani tushirish holat bor, o'zini shunaqa qobiliyati bor. Asablarni tinchlantiradi, ruhiy o'sha depressiya, asabiylashishni tinchlantiradigan joylari bor. Demak, yallig'lanishga qarshi, demak, bo'g'imlarda og'riqlar, beldagi og'riqlarni yo'qotadi. Demak, balg'am ko'chirish nimalari bor, qobiliyatlari bor. Mana shu tarkibdagi men aytgan 500 dan ortiq moddalari. Qanaqa holatlarda ishlatishgan? O'sha Amazoniyada ham eski tabobatlarda, demak, как afrodiziak, demak, boyga men aytgan afrodiziak degani quvvat oshiruvchi erkaklarda, ayollarda,
mana shunaqa modda hisoblanadi. Bundan tashqari o'pka kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklarida, hayz buzilish holatlarida, farzand bo'lmaslikda, quvvatni oshirishda, umumiy quvvatni har xil kasalliklardan keyin, bundan tashqari o'sha depressiv ruhiy holatlarni, ruhiy tushkunlik holatlarida mana shu Ternera giyohi berilgan. Mana men sizlarga o'qib berganim, bu o'zimdan gapirayotganim yo'q. Mana shu bitta Ternera to'g'risida men sizlarga ko'rsatib beryapman. Mana shuncha ilm, shuncha buni tarkiblari, mana shunaqa men bu narsalarni men tayyorlab qo'yganman inshaalloh. Bir o'tsa qilib bu narsalarni inshaalloh vaqt bo'lganda albatta. Mana shu giyohlarni har bittasi to'g'risida o'qisangiz, men nima uchun aytaman, sevib qolasiz bu giyohlarni. Mana shu yerda men har bir giyoh to'g'risida mana shu ko'ryapsizlar, ancha informatsiya. Mana shu yerda har bir giyoh to'g'risida ma'lumot bor. Bularni har bittasini agar o'qisangiz, haqiqatda sevib qolasiz. Endi bu men 33 yildan beri shug'ullanib kelayotgan narsalarim. Mana shu giyohlarni men o'sha paytda odamlarga berib, haligi 6 oydan keyin odamlar kelib, "Naimbek, bolam nima berding?" deb kelishardi. "Nima bo'ldi amaki?" desam, "Sen meni teri kasalimga beruvding, meni cho'ta davleniyam tushdi, yuragim yaxshi, quvvat kirdi, uyqum yaxshi, nafasim yaxshi, yuragim og'rimay qoldi, oshqozonim yaxshi, siyishim yaxshi, oyog'im yaxshi." Ko'ryapsizlar, mana bitta giyoh qancha kasallikka yaxshi bo'lyapti. Boshidan oyoq, uyqu, asabdan boshlab, ruhiy kasallikdan boshlab, haligi siydik qopi-yu, siydik yo'llari-yu, pochka, oshqozon, ichak, jigar, saqir, hamma narsaga. Men bitta giyoh emas, bir necha xil giyoh yozib berardim, 10 xil, 15 xil. O'sha faqat bitta sharti bor, vaqtga. Giyohlar tez ta'sir qiladi, uzoq ichiladi. Bir 6 oy yozib berardim, 6 oydan keyin odamlar o'sha payt, bu 33 yil oldingi gap. Kelardi, "Nima berding?" desam, "Mana shunaqa hamma joyim tuzalish boshladi." Borib teri kasalliklari qolib ketib, men nom chiqqandan keyin Toshkentda og'ir har qanaqa tuzalmagan kasalliklarni olib kelishdi. Boshida bir qo'rqdim, bunaqa kasalliklar bilan shug'ul, onkologiya, sirroz, rak, har xil mana shunaqa kasalliklarni olib kelishni boshlashdi. Boshida ozgina bir xavotirga ham tushdim. Men dedim, men teri doktori bo'lsam. Keyin bir Alloh o'sha paytda qalbimga soldiki, shifo sendan emas-ku, shifo mendan emas-ku. Meni ishim shu narsalarni bilaman, yozib berardim odamlarga. Va Alloh, shifo Allohdan-ku. Shu odamlar tuzalmayapti-ku. Mana yillar davomida beraverdim odamlarga tushuntirib. Ibn Sino yozib ketibdi, amaki desam, mana shunaqa odamlar tuzalishni boshladi rost. Og'ir kasallik ham tuzalishni boshladi. Tuzalmagani ham bo'ldi. Endi o'tkazib yuborgan bo'lsa, biza shifo Allohdan, endi insonni o'zida ko'p ayb bo'ladi. O'ziga e'tibor bermaydi. Vaqtida kelmaydi doktorga, cho'zib o'tib ketar deydi-da, dabdala bo'lgandan keyin o'sha giyohga ham foydasi bo'lmaydi, ishonaveringlar. O'shaning uchun bunaqasi ham bo'lgan, lekin rostdan ham 5 kunda o'ladi deb chiqarib yuborgan kasallar mana hozir 2006-yilda, 2003-yillarda bo'lgan bo'lsa, vaqti 96 dan hisoblayveringlar. Hozir necha yil bo'lyapti? Shu odamlar hali ham tirik yurgan odamlar bor, alhamdulillah. Yana bitta narsa menga zo'r bo'lgani va shu narsani men hozirgi kunda biza asosan mana shu shogirdlar bilan qilayotgan ishimiz, demak, menga o'sha paytda keyin bir fikr keldiki, sen nima qilasan kasal bo'lib, keyin davolanib degan fikr kelgan. Mana shu giyohlarni, vitaniya boyagi palon giyohlarni taqlasan kasal bo'lib ichib degan fikr kelgan. Jenshen bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? O'zimga tayyorlab ichishni boshlaganman. Alhamdulillah, mana 33 yildan beri men bir yotib qolib, bir haftalab kasal bo'lganini eslolmayman. Alhamdulillah, meni taniydigan shogirdlar masallan eslolmaydi. Tak, chiqib ketmadimmi o'rtoqlar? Hozir eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Yaxshi. Telefon bo'lib qoldi o'shaning uchun. Xo'p, o'shaning uchun
olib ichishni boshlaganman 23 yoshdan boshlab, mana shu 33 yildan bir gripp bo'lganim yo'q. Yoshim hozir 55 da, alhamdulillah, mashaalloh. Men 55 yoshda shart emas ekan grija bo'lish, shart emas ekan bir boshingiz og'rish, yo davleniya chiqish, yo bir yuragingiz og'rish, yo oyog'ingiz og'rish shart emas ekan. Absolut 55 yoshda sop-qosoq 25 yoshda yursa bo'lar ekan inson, mashaalloh. Sizlar mana shu narsani o'zimizda qilgandan keyin, farzandlarda qilgandan keyin, oilada qilgandan keyin men o'sha shu falsafani, ya'ni bundoq keyin o'qiganimda, o'sha har doim aytib beraman sizlarga, Arabistonda borib o'qiganimda payg'ambarimizning falsafalari ekan, kasallikni oldini olish kasal bo'lishdan yaxshiroqdir. Arab tilida vuqaya xoyrun minal ilaj deganlar. O'sha kasallikni oldini olish kasal bo'lishdan yaxshiroqdir degan payg'ambarimizning falsafalarini, payg'ambarimizning yo'nalishlari, hayot tarzlarini men hozir harakat qilaman odamlarga yetkazishga. Kasal bo'lishni kutib o'tirmanglar. Kasalingiz bo'lsa, davolaning. Alloh shifo bersa, tuzalib ketasiz. Kasalingiz bo'lmasa, ertaga tuzalib olgandan keyin nima qilasiz? Kasal bo'lib, kasallikni oldini olib yuringlar, baraka topkur. Mana shu bitta giyoh vitaniya shuncha mingta kasallikni davolar ekan boshingizdan oyoq. Nima qilasiz? Yaqinlashib. Siz sog'lom paytda ichib yuring shu narsalarni. Mana shu falsafani hozir men emas, mana xursand bo'lganim, biza davlatimizning prezidenti, masalan, bular doktor bo'lmasalar ham shu narsani hamma joyda talab qilyaptilar. O baraka topkurlar, kasallikni oldini olinglar. Даже bilmayman, yana qanaqa tushuntirish kerak odamlarga. Kasallikni даже puli bilan tushuntirib berdilar, eshitgan bo'lsanglar. Mana bu kasallikda deyaptilar 800 million puling ham yetmaydi deyaptilar. Mana bitta 8 million bilan, 80 million bilan tuzala olmaysan deyaptilar. 8 million bilan tuzalsang bo'ladi. Nima qilasan sen 80 million pul ishlatib tuzalmagan joyni, undan ko'ra 8 million bilan sen oldini olgan, 5 yil, 10 yil o'sha 8 millionga degan joylari bor. Sog'liqqa e'tibor beringlar, baraka topkurlar. Mana men shu narsani juda ham ozgina kuyunib gapiramanki, xafa bo'laman. Mana viloyatlarga boramiz, shu yerda ko'ramiz. Yoshlar kasalda, sog' joyi yo'q. Yoshlar kelyapti, 30 yosh, 32 yosh yigitlar, qizlar kelyapti. Organizmda joyi yo'q-da. O'sha yuraysiz, yuragi og'riydi, belsiz, beli og'riydi, grija, женский, мужской, palon, piston, mingta kasal. O't qopi ham kasal, pochkasi tosh, davleniya 30 yoshda 180 davleniya, 200 davleniya bilan kelyapti. Ko'chalarda yiqilib qolishyapti hushdan ketib. Kerakmi bu? Insult bo'lib 30 yoshda, 35 yoshda insult bo'lib yotganlar bor. Nima kerak bor buni? Mana oldini olaylik shu narsalarni. Haligi o'zbekchilik bo'lmasin, kasallikni oxirida keyin yugurib lo'killab. Mana bunaqa darslarga chaqirganda kelmaysizlar. Mana shu narsani aytdim men, qarindoshlarga aytinglar, kirsin, eshitsin. Oladi, olmaydi, nevajna. Bizga ahamiyati eshitsin. Sog'lom yurishni iloji borligini bilsin. Kasallikni oldini olish kerakligini tushunsa, ana shunda bizani ajrimizni olgan bo'lamiz. Yetkazganimizga ajr olaveramiz. O'shaning uchun men aytaman, ko'proq odamlarni mana bunaqa darslarga chaqiringlar. Boshqa maqsad bo'lmasin, eshitsin. Ana shu giyohlarni olsin, ichsin, ko'chadan olib ichsa ham mayli, sog'ayib ketsa bo'ldi bizga. Mayli, mana bu oxirgi texnologiyalarni ishlatmasa ham. Lekin bilsinki, kasallikni oldini olish kerak. Kasallikni davolab bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar, oyoqni kesib tashyapti, oyog'iga protez qo'yishyapti 4 ming, 5 ming, 7 ming dollardan. Nima kerak bor uni? Protezda nima foydasi bor? Bitta oyog'iga protez qo'ysangiz, qolgan suyaklar to'xtab qolmaydi. Ertaga bu bo'ksa ketadi, ertaga tizda ketadi, ertaga ikkinchi tizda ketadi. Hamma joyga 4 ming dollardan, 5 ming dollardan protez qo'yib bo'lmaydi-ku, baraka topkurlar. O'sha 4 mingga bilasizmi, giyohlar, mamlarni ichib yursangiz, siz bilmayman, bir 20 yil ichasiz o'sha 4 ming dollarga, bitta o'zingizga. Mana shuning uchun maqsad bizlardan, mana bu darslardan maqsad odamlarga yetkazishki, kasallikni oldini olish. Kasal bo'lib, endi tanangiz sog'lom bo'lsa, siz ishlaysiz,
mehnat qilasiz, to'y qilasiz, konsertga borasiz, avazi oqilni hazili yoqadi, birovni gapi yoqadi. Belingiz og'rib tursa, qanaqa to'yga borasiz? Belingiz, bo'yningiz og'rib tursa yo davlengiz 180 bo'lsa, qanaqa qilib chiqib biznes qilasiz? Yotasiz uyda. Do'koningiz yopiq bo'ladi yoki do'koningizda kimdir ishlaydi, uni topgan puli yoqadimi sizga? Ertaga nima bilandir tugaydi bu. Cho'zilib yuraversa, ertaga bang miyaga insult berib yuboradi. Ana u topgan pul ham bir tiyin bo'ladi. Ko'zingizga 3 etaj qasringiz ham ko'rinmaydi. O'shaning uchun mana sizlarga bitta narsa aytamanki, shu narsani bugun eshitib odamlarga yetkazinglar. Oy baraka topgur. Odamlarning miyasiga uringlar. O baraka topgur. Kasal bo'lib, boy bo'lib, anta pul topaman deb ertaga kasal bo'lib, insult bo'lib yotsang, sana 3 etaj qurgan qasring kapeyka sanga. Hech narsa qilib bermaydi. Otadan bitta xonada shipga qarab, bolalaringni qiynab. Ertaga bolalaring yugurib yuradi, haliga utka ko'tarib sanga. Tegin yuvib. Kerakmi sanga shu? Kallangni ishlat azgina, miyangni ishlat deb azgina qattiqroq gapiringlar. Qarindosh, urug'lar bor. Sal qattiqroq gapirmasanglar odamlarga yetib bormaydi. Oldini ol, baraka topkur. Mana mamlakat doktorlarimiz bor. Bor uchra. Jinnimisan sen? Nima qilib yuribsan mamlakat qilib? Azgina vaqti kelsa urushinglar. Bo'lmasam bizada shu endi ta'sir qilmas ekan odamlarga. Hali yaxshi gapirsangiz ta'sir qilmaydi. Mana shu tushuntirish kerak odamlarga. Vaqti kelsa urushinglar, qarindoshingiz, do'stingiz bo'ladimi? Yeting, baraka topkur, yurma mamlakat. Ertaga oxiring voy bo'ladi. Bir bola bo'lib qolasan. Xo'p. Men sizlarga aytib bergan narsa bu giyohlar, mana 33 yildan beri shug'ullanib kelyapman. 33 yil oldin ko'p aytaman, uyda o'tirib olib, butun respublikaga, mamlakat televizoriga o'zingiz xohlagan paytda chiqib, xohlagan odamlaringizni yig'ib, informatsiya berasan, televizorga chiqib deganda jinxonaga olib tiqib qo'ygan bo'lardi. Bilasizlar, bunaqa narsa bo'lmagan. Oq-qora televizor bo'lardi, tomda antena bo'lardi, tomga chiqib olib aylantirardik. Televizor yaxshi ko'rsatish uchun 6 ta kanal bo'lardi, u ham soat 10 da tugardi, 9 da. Shu bilan yotardik 10 da. Endi kino ko'raman desangiz 10 da tugab qolardi. Mana hozir rosta 24 soat internet, xohlagan narsangizni ko'rasiz, xohlagan paytingizda xohlagan kinoyingizni ochib ko'rasiz. Amerika bilan gaplashasizmi, dunyoni любой davlati bilan gaplashsa bo'ladi. Meditsina ham xuddi shunaqa rivojlandi 33 yil ichida. Men ham qotib qolmaganman. Oq-qora televizor bilan, mana bu oq-qora televizor bilan o'tirayotganim yo'q. Mana bular hammasi oq-qora televizor, bu yerdagi ilmlar. Bu kitob masalan, lekin olaylik, hozir mana bunaqa texnologiyalar bor. Meditsinada ham shu texnologiyalar bilan ishlab kelyapmiz. 2000-yilda, 2010-yilda molekulyar texnologiyalar bilan ishladik. Undan keyin mana hozir nano texnologiyalar chiqdi. Hozirgi kunda ishlayotganimiz yengillar bo'lsa, eshitsanglar, bu accumulate assay degan texnologiya. Bu hozirgi kunda eng oxirgi va bitta ishlab chiqaruvchi, ishlab chiqaradigan, bunga yaqini ham yo'q, analogi ham yo'q, yaqin keladigani ham yo'q. Mumkin emas. Chunki avtorskiy pravo, avtorlik huquqini olgan mana shu ishlab chiqaruvchi hozir ishlab chiqarayotgan mahsulotlari bor. Mana shular to'g'risida men qisqagina hozir ma'lumot berib o'tib ketaman sizlarga. Accumulate assay degan texnologiya. Italiya olimlari o'ylab topgan. Bularni asosiy asosi Yapon olimlari o'ylab emas, ixtiro qilgan, ixtirosi asosida bu keyin rivojlangan. O'sha Andijon tibbiyot institutiga borib men leksiya o'qiganimda, o'sha domlalarga, butun professorlarga, o'sha yerda o'qiyotgan doktorlarga bir 200-300 ga yaqin odam o'tirdi o'shanda. O'qib berganimda Malaka oshirish instituti direktori o'sha kuni men juda ham xursand bo'ldim. Professor Xotamjon aka degan inson, familiyalari esimda yo'q. Naybek gapirsam maylimi deb qoldilar. Men o'sha accumulate assay texnologiyasini gapirayotganimda. Bu nima degani? O'sha Yapon olimlari topgan ekan, kasal hujayralarimiz bizada potensiali membranasidagi plus minus o'zgarib turadigan potensial plusga aylanib qolar ekan. Bu Allohning bir hikmati. Biz tushunmaymiz, lekin buni Yapon olimlari topgan ekan. 20 yil oldin. O'sha membranasi minusdan plusga o'zgarib qolar ekan.
Endi hujayra plus bo'ldimi? Hujayra nima paydo qiladi? To'qima paydo qiladi. To'qima ana undan keyin organga aylanadi. Demak, butun organ o'sha minusga aylanib qolar ekan, kasal joylar. To'qimalar minus potensial beradigan minusga aylanib qolar ekan. O'sha Xotamjon aka aytdilarki, Naimbek dedilar, men siz aytgan narsani 20 yil oldin Yapon olimlari maqolasini o'qidim ilmiy jurnalda. Qanaqa qilib o'sha minus joylarni plus qilish mumkin degan fikrni keyin topolmadim. U paytda yo'q edi. Qanaqa keyin esimdan chiqib ketdi. Mana 20 yil o'tib siz kelib bizga aytyapsiz. Buni topilgan ekan yo'li. O'sha plusni minusga aylantirish yo'lini topilgan ekan. Nima qilingan? Endi Italiya olimlari Zeta bir 14 yil oldin, 15 yil oldin, bu o'sha Yaponlardan keyin bir 5 yil, 7 yil o'tgandan keyin, 5 yil o'tib, Italiya olimlari shunaqa yo'lini topganki, giyohlarga, boyagi giyohlarga minus berishni o'rganishgan. Hujayralariga. Va o'sha organizmga bu giyohlar kirgandan keyin bilasizlar, qonga o'tgandan keyin o'sha butun ichidagi kerak moddalar, men sizlarga o'qib bergan 500 ta moddalari bilan immunni qidirib kasal joyga borib minus plusga borib yopishadi, bilasizlar, xuddi magnitga o'xshab. O'sha joyga borib butun moddalari yopishib kasal joyga ana shu yerda davolashni boshlar ekan. Va bu dorilar tezroq ta'sir qilsin uchun bu dorilarni xuddi Ibn Sinoga o'xshab giyohlarni qiyomga aralashtirib tilli tegidan so'riladigan draje qilgan. Qand emas bu, kampit emas bu. Biron joyda bunaqa gapni, omi odamni gapini to'xtatinglar. Sen omi bo'lsang, miying bo'lmasa bu gapni gapiryapsan. Tarkibini sen menga aytib ber, texnologiyasini aytib ber, qanaqa ta'sir qiladi, qanaqa ishlaydi desangiz, bilmayman deydi. U bilmasdan qanaqa sen qand deyapsan yo kampit deyapsan deydi. O'shanda o'zini haligi qanchalik negрамотныйligini, qanchalik bu o'zida ilm yo'qligini tushunib shu odamlar. Qand degan, pan deganlarni eshitmayman. Bu g'irt omi odamlarning gapi. Texnologiyani bilmasdan, buni tarkibini bilmasdan gapirayotgan gap bu. Oldin aytib bersin, akkumulyator nima texnologiya, buni tarkibi nimalar bor, bu giyohlarning ichida nimalar bor, mana undan keyin gaplashamiz. Birontasini bilmaydi. Bilmagan narsani nima qiladi gapirib. Ana shu narsani albatta sizlar mana bugungi darslardan sizlarga ma'nosi, mohiyati sizlar уже как professional bu narsalarni bilib, o'sha ertaga kimdir bir narsa deganda nadeyus sizlar yozib olasizlar bu narsalarni qo'lda, ruchkada. Men bilmadim, zapis qo'ydim, harakat qilaman. Agar zapis bo'lsa, men tashlab beraman sizlarga. Demak, yozib boringlar bu narsani. Men aytayotgan narsani kerak joyini yozib borsanglar, bu ertaga kimdir nimadir desa, siz professional darajada doktor bo'lmasangiz ham javob bera olasiz. Demak, ana shu giyohlarga shunaqa qilib, demak, qiyomga aralashtirganning sababi nima? Giyohlar juda ham taxir bo'ladi, achchiq bo'ladi. Qalampir munchoq yeb ko'rgandirsizlar. Chaynab yurasiz, o'sha oxiriga kelganda achchiq chiqishni boshlaganda chidolmaysiz, kuydirib yuboradi. Tuplab tashlaysiz. Bu yerda ham giyohlar juda taxir bo'ladi. Masalan, o'sha kurkuma bo'ladimi, zanjabil bo'ladimi, boshqa giyohlar taxir, bemaza bo'ladi. Shuning uchun Ibn Sino ham damlama, qaynatma qilmagan. Damlaganingizda ko'pchilik aytadi, ramashkani damlab ichaman deydi. Juda ham ko'p men o'qib bergan boyaga foydali 500 dan ortiq ichidagi moddalar juda ko'pi parchalanib ketadi. Foydasi kamayib ketadi. O'shaning uchun Ibn Sinoda yoki o'sha Ayurveda, Tibet qadimgi tabobatlarda hammasida birortasida men damlama, qaynatma qilib ich deganini ko'rganim yo'q. Bu oxiri mana shu 50 yil, 60 yil oldin odamlar shu narsani qilishni boshlagan. Mayli, suvdan ko'ra foydasi ko'proqdir, lekin butun kerakli moddalari parchalanib yo'q bo'lib ketadi damlaganingizda. Bu yerda o'shaning uchun Ibn Sino nima qilgan? Qiyomga yoki asalga aralashtirib hab dori yasaganlar. Habba degani arab tilida tabletka degani. Shunaqa qilib yeyishgan.
hozir ham endi mana eshityapsizlar, bir joylarda o'zimizda chiqyapti bir ikkita ishlab chiqaruvchilar, aka mana asalga aralashtirib qo'ydik bir 10 xil giyohni. Bu ham endi biznes, mayli, bo'rsin, yaxshi, malades deyman, lekin asalni mazasi ketib qoladi. Haligi giyohlarni kuchi kirib ketgandan keyin yeb ko'rsangiz ko'nglingiz aynib ketadi. Juda ham haligi giyohlarni kuchi chiqib ketadi asalga. Shuning uchun sal qiyinroq. Hozirgi texnologiyalarda bular shunaqa qilinganki, haligi giyohlarni mazasi chiqmaydigan holatda qiyomga aralashtirib qo'ygan va tili tegidan so'rilib, srazu qonga ketadigan texnologiya qilingan. Endi tili tegidan so'rilgani ikkinchi sababi tez ta'sir qiladi. Bilasizlar, o'sha infarkt, insult bo'lgan odamlar yoki davleniyasi kriz, hali 200 ga chiqqan paytda qandga tomizib, o'sha ko'p dorilarni qandga tomizib tili tagiga tashab qo'yiladi yoki o'sha infarkt holatlarida nitroglitserin, validol, boshqa dorilar tili tagiga berib qo'yiladi. Tez qonga so'rib, tili tagida qon aylanishi yaxshi bo'lgani uchun so'rilishi tez bo'ladi, tez ta'sir qiladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa tabletkalar ishlab chiqariladi. Accumulator C degan texnologiya. Men endi hammasini gapirmayman, masalan 2-3 tasini ko'rsatib ketaman. Masalan, mana beauty degan mahsulot. Mana men eng yaxshi ko'rgan mahsulotlardan bittasi beauty. Mana bunda korobkada bo'ladi. Mana bizda bo'lib bor, har doim turadi uyda. O'zimiz ichib yuramiz bu narsalarni. Juda sifatli, ko'ryapsizlar, korobkasini o'zi yaqinda bir farmatsevt qizimiz ko'rdi-da, "Vau!" deyordi-da korobkani ko'rib. Chunki korobkani sifatiga biz e'tibor bermas ekanmiz. Bu korobkasini o'zi sifati. Mana shu rangi, mana bu yaltiroqlari, yozilishi, orqasida yozilgan harflar mayda bo'lgani bilan chotki ko'rinadi. Korobka juda qiyin bunaqa chiqarish va nimalarni. Shtrix kodlari bor, bu yerda hamma sertifikatlari bor. O ko'rsanglar halol sertifikat, xalqaro halol sertifikat mana turibdi. Bu juda qiyin olish. 12 ta talabi bor. Kiyimdan boshlab ishlatadigan hamma jihozlari ham halol talabiga javob berish kerak. Xalqaro halol sertifikat. Mana shu beauty. Men birinchi buni ko'rganimda sevib qolgan, eng yaxshi ko'rgan tabletkam. Men buni ko'rganimda Ozodaxon mana doktor ko'rsatganlarida mana shuni tarkibini ko'rib, ko'zim chiqib ketgan. Nimalar bor buni tarkibida? Birinchi o'rinda mana ramashka turibdi. Hammanglar bilasizlar, ko'p darslarda o'qib berganman. Boya xuddi boyagi vitaniyaga o'xshab boshdan oyoq 1000 dardga davo bu. Salotka aptekada sotadi, o'pka kasalliklari, shamollashlarda beradi doktorlarning o'zi. Dediki doktorlar beradi sirop salotki. Labaznik. Internetga kirib o'qib ko'rsanglar, rakka yo'qotadigan eng kuchli giyohlardan bittasi hisoblanadi. Aloe vera, bu ham rakka qarshi. Aduvanchik, artishok, aptekada alohida sotadi jigar, o't qopi kasalliklarida. Gepatit, surunkali, sirrozda, o't qopi xoletsistitlarda artishok doktorlar yozib beradi. Yaqinda ko'rdim, yaxshi sifatlisi bitta artishokka o'zi bir oyga yetadi, 60 tasi 2 mahal ichiladi. 60 tasi 465 ming so'm turibdi. 465 ming so'm. Pasi $40 degani bu. Aptekada turibdi shu. Xohlasanglar ko'ringlar. Shu Amerikaniki juda ham yaxshi. Bitta artishok. Boshqa narsa yo'q ichida. Ramashka, salotka, labazniklar yo'q, aloe vera yo'q. Faqat artishok o'zi. Bu yerda artishok, rastaropsha aptekada sotadi. O'sha o't kasalliklari, jigar kasalliklari, oshqozon osti bezi kasalliklarida zo'r, ichak kasalliklarida juda zo'r. Kurkuma, zarcheva. Amerikada, Texas shtatida Amerikaning eng katta onkologiya shifoxonasi bor. Shu yerda isbotlandi. Kurkumadagi tarkibida kurkumin degan modda bor, bioflavonoid. O'sha rak hujayrasini o'ziga qarshi qilib qo'yar ekan, o'zini yeygan qilib qo'yar ekan. Mana bu narsa internetga kirib kurkumin deyinglar chiqib keladi. O'qinglar, meni gapimga ishonmasanglar. Xo'p, ko'k choy ekstrakti. Aytadi-yu, haliga men ishonaman, lekin tekshirib ko'raman deydi. Mana shu kurkuma deb internetga kurkumin deb yozinglar, men aytgan narsalar chiqadi. Bu meni gapim emas-ku. O'sha butun dunyodagi ilm bu. O'sha katta doktorlar, katta shifoxonalarning isboti bilan berilgan. Ko'k choy ekstrakti hamma biladi, rakka yo'qotadi. Limonnik.
Bakopamaniya miya kasalliklarida eng zo'r giyoh hisoblanadi. Bu Indoneziya, Malayziya, Tailand, o'sha Sharqiy Osiyoning junglilarida o'sadigan giyoh hisoblanadi bakopamaniya. Miya qon aylanishi, uyqusizlik, asab, stress, qondagi qandni miqdorini kamaytiradi. Jigar kasalliklari, xuddi boyagi Britaniyaga o'xshab boshingizdan oyoq 1000 dardga davo, oyoq kasalligiga ham yaxshi. Rakka ham qarshi bu. Tarkibida vitaniya bor mana. Vitaniya boyagi men o'qib bergan sizlarga boshida o'qib berdim. Boshdan oyoq 1000 dardga davo. Ashvaganka. Buni ham internetga vitaniya, ashvaganka deb yozing. Boshingizdan oyoq hamma dardga davoligi chiqib keladi. Eleuterakok, limon, klubnika, anorni bilasizlar qancha dardga davo. Endi bitta anor bo'lgani bilan bitta anor emas, bitta anor ekstrakti. Ekstrakt degani bu 5-6 kilo anor eng foydali joylarini siqib chiqarib ekstrakt olingani. Vinogradni ko'stochki, uzum danagi, uzum yeganinglarda tuplab tashamanglar, chaynab yeyinglar. O'sha chiqadigan achchig'i o'sha asosiy danaklarda uchraydigan amigdalin degan modda. Bu rak hujayrasini qirib tashlaydi. Bundan tashqari o'sha uzum danagida resveratrol degan modda bor. Nobel mukofotining laureati. Demak, rakka qarshi qon tomirlaridagi xolesterinni eritadigan odati bor, demak, qobiliyati. Yurak kasalliklari, miya kasalliklari, ko'z kasalliklari, har qanaqa katarakta bo'ladimi, glaukoma bo'ladimi, juda ko'p kasalliklarda bu uzum danagini tarkibidagi resveratrol shifo hisoblanadi. O'shaning uchun bu Nobel mukofotining laureati hisoblanadi. Bundan tashqari olma, ribina, avokado. Avokadoni ham eshitgan bo'lsanglar kerak. Uni davosi mana shu yerda bor. Mana bitta endi hozir topib nima qilish kerak? Boshdan oyoq ming dardga davo hisoblanadi. Endi mana hozir avokado misol korzinkada sotyapti, lekin kim yeydi? Savol sizlarga. Hech kim yemaydi. Men doim so'rayman. Kim yeydi avokadoni? Sam 1000 ta odamdan bitta odam bir yeb qo'yaman deydi. Hech kim olib yemaydi. Hatto korzinkada sotyapti. Kamdan kam yeymizda, bu bizga joy unaqa olma, uzumga o'xshab doimiy yeydigan meva hisoblanmaydi. Lekin avokado agar internetga kirib bitta o'qib ko'rsanglar, mana shu boshingiz uchidan oyog'ingiz uchigacha, ayniqsa erkaklarga juda foydali meva hisoblanadi. Uni blenderlarda maydalab ham suruq qilib ichsa, srazu bilinadi effekti. Mana shunaqa mahsulotlarni men qisqa aytib ketaman hozir. Masalan, Alp degan mahsulotimiz bor. Bu allergiyaga mana tarkiblari. Bular to'g'risida to'liq ma'lumotlarni sizlarga o'sha sizlarni taklif qilgan odamlarga chiqsanglar, to'liq ma'lumotlari beriladi. Brain, miya kasalliklari, o'sha xotiradan boshlab mana shuni tarkibidagi giyoh mevalar, bular o'sha insonni xotirasi bo'ladimi, o'sha ruhiy zo'riqishlar, depressiyalar, uyqu buzilishi juda ham ko'p. Mana epilepsiya, tutqanoq kasalliklariga berdik. DTP bolalarga berdik. Oyoqqa turib ketdi bir qanchasi, mana kecha Muxlisaxon aytib berdilar. Qancha bola oyoqqa turib, даже bog'chaga ketganlari ham bo'ldi. Gapiryapti, Xudoga shukr. 2 yoshgacha, 3 yoshgacha osmonga qarab qiyshab yotgan bolalar oyoqqa turib yurib ketayotganlari bo'lyapti. Orqaga ZPRR deyiladi. O'sha nutuq rivojlanishini orqada qolishi. Bolalar gapirolmay orqada qolib ketyapti. Juda ko'p davolanib tuzalmayapti shular. Mana shularni beryapmiz. Juda qisqa vaqt, 1 oy, 2 oyda bolalar o'zi gapirib ketyapti. Mana ko'p natijalar, juda ko'p bo'ldi. Shuning uchun mana buni ham tarkibini qarasanglar, o'sha vitaniya boyaga birinchi o'qib bergan, ginka biloba, aptekada sotadi alohida palon pul. Lekin buni ichida bor. Zeleный chay, eleuterakok, limonnik, bakopamaniya. Boyaga men aytgan Malayziya, Indoneziyada o'sadi, miyani oziqa bilan ta'minlab, miyani qon aylanishini yaxshilab, butun tiklaydi. Ternera, men o'qib berdim boya sizlarga boshida. 1000 dardga davo. O'sha yerda esinglarda bo'lsa, ruhiy zo'riqish, xotira pasayishi, yosharish deyilgan edi. Sparja juda zo'r narsa. Imbir, bilasizlar, zanjabil qancha foyda. Chernika aptekada sotadi, drajelari yo kapsulalari
o'sha ko'z doktorlari hammasi chernika yozib beradi, xiralashganda, ko'z xiralashganda. Yabloko, kofe, qahvani ekstraktlari bor, qancha foyda. Kurkuma, jenshen bor tarkibida. Jenshen odam ildizi deyiladi, bilasizlar, odamga o'xshab o'sadi. Mana shu 20 ta giyoh, endi jenshenni hammanglar bilasizlar, qanaqa yoshartiradigan effekti bor. Boshdan oyoq 1000 dardga davo. Mana shu giyohlar, 20 ta giyoh, endi o'ylayveringlar, qancha narsaga ta'sir qilib, qancha ta'sir davo qilib, undan tashqari bular boyaga texnologiya aytgan kasal joyini o'zi qidirib topib, borib yopishib davolaydigan texnologiya, akkumulyat texnologiyasida qilingan. O'shaning uchun bular zo'r narsalar. Bular biodobavka emas, mana ko'pincha buni ham so'rashadi, biologik aktiv qo'shimcha emas. Bu doktorlarimiz yaxshi ko'radi shuning uchun. Chunki biodobavkalarni qarshi qo'rqmalari bor. Ko'p, 12 yoshgacha, ba'zilari 18 yoshgacha mumkin emas. Buni ko'pchilik yetmaydi, o'sha biodobavkalar bilan ishlaydiganlar. Berib yuboradi, mumkin emas degan joyi bor. O'z upakovkasiga yozib qo'ygan, mumkin emas deb. Chunki unga qo'shilgan dobavkalar, qo'shimchalar shu bolani 12 yoshgacha rivojlanayotgan bolani, masalan, rivojlanishini to'xtatib qo'yishi mumkin. Homilaga mumkin emas, homilaning rivojlanishini buzib qo'yishi mumkin. O'sha qo'shilgan dobavkalar bular ta'sir qilib qo'yadi homilaga. Bu katta odamlar uchun. Masalan, tarkibidagi o'sha kalsiy qo'shadi, magniy qo'shadi, masalan, har qanaqa vitaminlar qo'shilgan bo'ladi-da, bu dozada qo'shiladi. Biodobavka degani o'ta dozirovka degan narsalar bor. Bular kattaroq dozada qo'shiladi o'sha kasalliklarda. Va bu lekin homila uchun ko'plik qiladi. Homilani o'stirmay qo'yishi mumkin. Yoki ba'zi kasalliklarda mumkin emas, qarama-qarshi ko'rsatmalar bor. Bizning mahsulotlar bular nutritseptik deyiladi. Bu o'sha oxirgi meditsina texnologiyasi. Bular men o'qib bergan mevalarni ekstraktlari, toza foydali olgan, eng foydali narsalarni olgan mevalarni. Toza meva bular. Bu yerda hech qanaqa qo'shimcha yo'q. Shuning homilador meva yesa bo'ladimi? Olma, uzum, nok yesa bo'ladimi? Bo'ladi. Chaqaloq tug'ildi, olmani bundoq ezib so'q qilib bersa bo'ladimi? Bo'ladi. 12 yoshgacha meva qancha yesa shuncha foyda. Onkologiyada rak kasalliklari meva yesa bo'ladimi? Bo'ladi. Shuning uchun mana bizda ko'p onkologlar ishlayapti, xudoga shukr. Ular ham boshida so'raydi, "Naimbe aka, nima bu?" deb. Men aytaman, bular chisti meva. Mevani ekstraktlari ham bo'ldi, aka, yaxshi. Men aytaman, rak bo'lgan meva buyurasalarmi? Ha, aka, ko'proq meva yesin deymiz. Bozordan ko'proq meva olib kelinglar deymiz. Bu meva bo'lsa, aka, zo'ru deb yozib berishyapti onkologlar. Xo'p, mana Grow degan mahsulotimiz bor. Bizning eng yaxshi ko'rgan mahsulotdan biri. Tarkibida anor, aloe vera, fizalis, vitaniya beta ham bor. Chernika, brusnika mevalari, har qanaqa mevalar bor. O'sha ashwagandha bor, echinacea butun mikroblarni qirib tashlaydigan, smorodina, xo'p, nimalar bor yana? Aloe vera, mamordika degan meva bor, butun raklarni qirib tashlaydigan, rak hujayralarini tozalaydi bu ham. Bizda o'smaydi, o'sha Indoneziya, Malayziya junglilarida o'sadi. Ganaderma, zamburug' bor, 1000 dardga davo. Mana 20 ta giyoh bor bu yerda. Ganadermadan tashqari yana 19 ta giyoh bor. Ana endi o'ylayvering qancha foyda. Bu immunitet organizmni o'sha shamollab turgan paytda immunitetga juda tez normallashtirib, shamollab turgan odamni birpasda virusini yo'qotadi. GTS bu organizmda yetishmayotgan mineral, mikroelement, vitaminlar bilan tabiiy yo'l bilan ta'minlaydi va organizmga mo'shni energiya beradigan mahsulotimiz hisoblanadi. Buni ichib yurgan odam umuman charchamaydi. GT degani Grand Tour degani. Nissan GT, mana yoshlar biladi, yigitlar. Nissan, Mercedes GT, Lamborghini GT degan GT qo'shiladi. Grand Tour degani bu uzoqqa chidamli mashinaga GT deyiladi. Hyper deganimiz bor, bu asosan jigar kasalliklarida, o't qopi kasalliklarida, o'sha surunkali gepatitlar, sirroz, xolitsistit, o't qopi yallig'lanishlari, o't qopida dimlanish, buni tarkibidagi o'sha artishok, rastaropsha, aduvanchik, kurkuma, giyoh avokado bitta ham bor. Juda yaxshi
qilingan. Happy mahsulotimiz bu asosan ruhiy zo'riqish, xotirani pasayishi, immunitetni pasayishi, mana shu holatlarda juda ham zo'r energiya beradi, uyqusizlikda ham juda zo'r. Nargiza ko'p mana nevropatolog yozib beradilar, misol zo'r uyqu, buni ichgan odam mazza qilib kechqurun uxlaydi deydi. Faqat uni sal vaqtliroq 1-2 soat, 3 soat oldin ichib olish kerak. Xart degan mahsulotimiz bu yurak kasalliklarida, buni tarkibida o'sha bayarishnik, amela bela degan bor. Tarkibida juda ko'p omega 3, omega 6, omega 9 nejirniy kislotlari bor, uzum danagi ekstraktlari bor, amor bor. Juda ham ko'p o'sha mevalardan qilingan. Buni asosiy yo'nalishi organizmda o'sha yurak kasalliklari, yurak yetishmovchiligi, davleniyalarda juda ham yaxshi ta'siri bor. Koenzim 10 Nobel mukofotini olgan enzim fermentlari bor. Bundan tashqari ice bu oshqozon ichak kasalliklarida, ich qotish, gastrit, o't qopi kasalliklari bilan jigar, oshqozon osti bezi kasalliklarida juda yaxshi. Hazm buzilishlarida natijasi zo'r. Milk bu bizani ota-onalar yaxshi ko'radigan mahsulotimiz. Tarkibida 20 ta qurtni o'ldiradigan giyoh bor. Faqatgina qurt emas, o'sha organizmda juda ham ko'p kasalliklar chaqiradigan, onkologiya, rakkacha chaqiradigan virus, bakteriyalar bo'ladi. 4 infeksiyalari bo'ladi. Bola tushib qolishiga olib keladi. Ana shu DTP bolalarni tug'ilishiga sababchi bo'ladigan virus, bakteriyalar bo'ladi. Ana shularni organizmdan to'liq tegi bilan tozalab tashlaydigan mahsulotimiz hisoblanadi. Tarkibida mana ko'ryapsizlar, urug'i, например, timyan, pajitnik, koritsa, kurkuma, gvazdika, qalampir munchoq, romashka, echinatsiya, artishok juda ham ko'p o'sha mikroblarni tozalaydigan giyohlardan qilingan. Mazasi juda ham yaxshi. Bolalarni o'zi so'rab ichadi buni farzandingiz. Natijasi zo'r. Ota-onalar ertasi kuni 2-3 kunda telefon qilib, "Naim aka, qopi bilan qurtlar tushdi" deydi. Katta qurtlar tushdi deydi. Zo'r qurtlarni tozalaydi va qurtlarni tozalashga bitta yo'l shu hisoblanadi. Nega? Aptekani bergan 3 kun, 5 kun beradigan dorilari qurtlarni tozalay olmaydi. Tiriga tushib ketadi, tuxumi qolib ketaveradi. Bir haftadan keyin yana ichi qurt bilan to'lib qoladi. Aptekani dorisini uzoq berib bo'lmaydi. Uzog'i 3 kun, 5 kun. O'sha albendazol, metronidazol, gelmintox, vermox bular juda jigarni, suyini, iligini ham dabdala qilib tashlaydigan dorilar, ximiya hisoblanadi. Qon tomir, oshqozon, ichak, jigar hamma joy buzib tashlaydi. Foydasi ham yo'q, chunki 3 kun berdingiz, qurt tushdi. Bir haftadan keyin yana ichi to'liq qurt bilan to'lib qoladi. Chunki tuxumi qolib ketadi. Tuxumga birorta ximiya ta'sir qilmaydi. Qurtlarni polni tozalashga 4 oy, 5 oy vaqt kerak. Xuddi shunaqa qurt infeksiyalarini hozirgi kunda tozalaydigan dori yo'q. Buni doktorlarimiz biladi. Mana nimaga bizda ko'p doktorlar ishlayapti hozir. Nimaga esimiz ketardi, yo'qota olmaydi deydi. Shunaqa zo'r narsalar bor ekan deb biz bilmay yurgan ekanmiz deydi. Nima uchun? 4 infeksiyani ham yo'qotishga vaqt kerak. 5-6 oy uzmasdan o'ldirish kerak. Chunki bu 4 infeksiyalar, viruslar birinchidan hujayrani ichiga bekinib oladi. Ikkinchidan o'sha suyeni iligigacha kirib oladi. Ko'zni ichiga o'tirib oladi. Miyalarda bo'ladi. Bu butun organizmni to'qimalar, hujayralar ichiga kirib olishadi-da. U bergan 7 kun antibiotikizning foydasi yo'q. 7 kunda o'lsa 10% o'ladi, 90% qolib ketaveradi 4 infeksiyalar. Hujayrani ichiga kirib hozir yo'qotadigan antivirus, antibakterial dori yo'q hali. Aptekaga kirib hujayra nanotexnologiyada yoki molekulyar texnologiyada ukajon antibiotik bering desangiz, keyin sizni qayta qaysi kosmosdan tushdingiz deydi. Unaqa dori yo'q bizda deydi. Yo'q unaqa dori. Hali unaqa texnologiya apteka dorilarida yo'q. Hujayrani ichiga. Bular hujayrani ichida bekinib oladi. Ya'ni buni o'ldirish uchun hujayrani o'ldirishingiz kerak-da, unda odam o'ladi. Mana bu giyohlarni, Alloh yaratgan antibiotiklarni boyagi molekulyar texnologiyada, nanotexnologiyada ishlab chiqarilgani uchun bular o'sha qovoq urug'i, zanjabil, kurkuma, kidroviy orix tarkibidagi saponin moddalari, qalampir munchoq, romashka, boyagi papaya, bularni pijma, pajitnik giyohlarning ichidagi
mikroblarni o'ldiradigan moddalar bemalol hujayraning ichiga kirib, hujayraga tegmasdan qirib tashlayapti hujayraning ichidagi mikroblarni. Shuning uchun torch infeksiya biz uchun problema emas. Buni davolasangiz, demak, siz ertaga o'sha tanishlaringiz bolasi sog'lom tug'iladi, bola tushib qolmaydi yoki homilador bo'lyapti, mana shuni tozalagandan keyin bolasi ham sog'lom tug'ilyapti, xudoga shukr. Ko'p kasallikni oldini olasiz yana. Onkologiya kasalliklarni ham bu torch infeksiyalar chaqiradi. Juda ko'p kasallik chaqiradi. Xo'p, norm degan mahsulotimiz bu asosan endokrin balansni to'g'rilaydigan, ayniqsa qandli diabetda juda ham ta'siri zo'r. Alhamdulillah, mana kecha Muxlisaxon ham aytdilar, 1 soatda, 2 soatda уже borib saxir o'lchasa, уже saxir normaga tushyapti. Tarkibida Gymnema sylvestra degan giyoh bor. Bu o'sha qandli diabetda qandli diabetga 2 xil ta'sir qiladi. Bu mexanizmlarini biz darslarda o'tib boramiz. Xo'p, biologik aktiv qo'shimchalardan 2 ta mahsulotimiz bor. Bular hammaga shart emas. Masalan, Perfect degani bor. Perfect mahsuloti bu asosan semirishga. Modda almashinuvini yaxshilab, demak, o'sha juda chiroyli ozdiradi. Buni asosiy tarkibi giyoh bo'lgani bilan, lekin bu yerda ozgina organizmga quvvat beradigan vitaminlar, o'sha xrom moddasi, modda almashinuvini yaxshilaydi, chiroyli ozdiradi. B1, B2, B3, B6 vitaminlari, tabiiy vitaminlar qo'shilgan. Lekin bu yerda qo'shilgan. O'shaning uchun bu betaboqqa hisoblanadi. Endi homilador ozmaydi-ku. Bu homila paytda 12 yoshgacha yoki emizikligilarga tavsiya qilmaymiz. Buni o'sha semizlikda o'qotaman degan insonlar ichsa bo'ladi. Va Air degan mahsulotimiz, boshida aytmadim buni, Air degan mahsulotimiz bu ham biologik aktiv qo'shimcha, bu o'pka kasalliklarida ko'proq beriladi. O'sha bronkit, astma, eski bronkitlarda beramiz. Bu yerda ham qo'shimchalar bor, ozgina organizmni baquvvatlashtiradigan sink, selen, xrom vitaminlar qo'shilgan. Askarbinka vitamini kuchliroq, tabiiy qo'shilgan. Shuning uchun bu biza homiladorlarga tavsiya qilmaymiz. 19 ta mahsulotdan shu 2 tasi qo'shimcha hisoblanadi. Ular faqatgina holatlarga qarab o'sha qarshi ko'rsatma bo'lsa beramiz. Powerning 2 xil turi bor bizada. Murskoy, женский formulasi bor. Demak, erkaklik formulasini tarkibida o'sha jenshen, zanjabil, masalan, boyaga ternera, mana shu giyoh, masalan, boya o'qib berganim, Braziliyada o'sadigan giyoh, mana shu sarugi gul. Juda zo'r organizmni yoshartiradigan, juda ham foydali nimalar. Anjir bor, Qur'onda kelgan, jenshen bor, mana ko'ryapsizlar. Har xil meva, anor bor, ko'p dardga davo. Mana shu giyohlardan qilingan 2 xil formulamiz bor, ayollar va erkaklar formulasi. O'sha butun erkaklik kasalliklari va butun ayollarni gormonal narusheniyalar, hayz buzilishi, mioma, mastopatiyalarda beriladi. Relax deganimiz bor, bu asosan uyqularga, asablarni tinchlantiradi. Relax, bilasizlar, tinchlik degani. Uyquga zo'r, bittani ichgan odam o'zi miriqib uxlaydi bir kunda bilinadi natijasi. Juda ham yaxshi meva giyohlardan qilingan, buni ham bemalol bolalarga ham bersa bo'ladi. Bu nutritseptik. Bu biodobavka emas. Homilador ham ichsa bo'laveradi. Zarari yo'q. Va yana 2 ta mahsulotimiz qoldi. Bu slayd. Bu bo'g'im parchalanishlarini polni tiklaydi. Buni ham tarkibi faqat o'sha mevalardan qilingan. Juda zo'r tiklaydi. Osteoartrozlar, grizhalar, demak, o'sha koksartroz deydi, bo'g'im parchalanishlarini polni tiklaydigan mevalardan qilingan va og'riqlarni ham kamaytiradigan garpatofitum degan giyoh bor, kurkuma, nok ekstraktlari, aloe vera, har xil mevalardan qilingan slayd juda ham yaxshi. Lekin bu boshida ichganda ozgina og'riq beryapti, chunki o'shani parchalangan suyaklarni tiklayotgan paytda ozgina og'riqlar bir kuchayishi mumkin. Yallig'lanishi ham yo'qotganda o'sha mikroblar o'lishini hisobiga bir og'riq kuchayishi mumkin. Va mana og'riq paytda biz yana любой og'riqlarni to'xtatadigan stop degan mahsulotimiz bor. Bu ko'pchilik yaxshi ko'radi. O'sha bosh og'rig'idan boshlab migren, bel og'riqlar, bo'yin grizhalari, bel grizhalari,
suyak revmatizmlarda, любой og'riqlarda natijasi zo'r. Juda tez ta'sir qiladi. Tiliga tashlab so'rasiz, 5 minutda, 10 minutda уже og'riq to'xtaydi. Lekin aptekaga o'xshab, haligi oshqozonni yara qilib, bir qancha joyga kasal qiladigan narsalar emas. Mana men uyda doim turadi shu dorilar, mana ice boyga oshqozon ichiga ko'ryapsizlar. Narsaki suvchi turadi, olib sal shamollashadi, ichib olamiz. Og'riq bo'lmasa ham bu turadi uyda. Masalan, olib ichib olamiz. Qonni suyultiradigan effekti bor. Demak, davleniyani oldini oladi. Brain men eng sevgan mahsulot, bizning bolalarimiz maza qilib ichadi. Studentlar hammasi bu o'sha brain degani miya degani, o'sha miyani IQlarni, aql faoliyatini, eslab qolish faoliyatlariga, mana Qur'on o'qiydiganlarga, onaxonlarga bersanglar juda zo'r. Uyqularni yaxshi qiladi. Korobkalarni qaranglar, qanaqa chiroyli. Men vashshe yaxshi ko'raman. Juda chiroyli ranglarda qilingan. Mills boyaga infeksiyalarga qarshi olib bir ichib olamiz buni ham. Perfect endi turadi, bir buni ham ichib qo'yishadi, degilar. Xo'p, yana nima? Grow bu boyaga doimiy apteka bizaniki. Sal shamollab keldi, olib ichiladi, bo'ldi, srazu bir kunda yaxshi qiladi. Norm bu boyaga uyda turadi bu ham, masalan, berib turamiz. Davleniyaga, masalan, sahrlarga berib yuboramiz, qarindosh urug'larga, unga. Endi byutini ko'rsatdim, mana eng yaxshi ko'rgan mahsulotimdan bittasi. Boshqa mahsulotlar hammasi bor, turibdi. Bizda doimiy turadi. Kremlarimiz bor. Endi kremlar to'g'risida bugun gaplashmaymiz. Bular kremlar Germaniyada chiqadigan liniya. Insonni yoshartirib, umuman haligi halol va umuman teriga zarar bermaydigan, любой teriga to'g'ri keladigan yoshartiradigan kremlarimiz bor. Bularni ham qiziqsanglar, darslarimiz bor, o'tib boramiz. Mana shunaqa qisqacha ma'lumot bugun sizlarga berdim. Mahsulotlar to'g'risida zapis bo'lgan bo'lsa harakat qilaman buni olib qolishga. Kimgadir kerak bo'lsa, men gruppaga tashlab qo'yaman. Kimgadir kerak bo'lsa albatta tashlaylar. Mohiyati nima? Bizani qilayotgan ishimizning mohiyatimiz mana shu O'zbekiston xalqi sog' bo'lsin. O'zbekiston xalqi kasal bo'lmasin. Kasalni oldini olsin, aqlli yaponlarga o'xshab. Uzoq yashasin, to'y ko'rsin, xursandchilik ko'rsin, sog'lom bo'lgandan keyin pul ishlasin. Hamma narsaga bizda imkoniyat bor. Shuning uchun birinchi o'rinda sog'liq, o'sha payg'ambarimizning aytganlaridek kasallikni oldini olib, kasallikni davolanishdan yaxshiroqdir degan hadislariga muvofiq biz kasallikni oldini olishni o'rgataylik odamlarga. Aytaylik, kasal bo'lib ichma, sog'lom paytingda ichib yur. Mana shu narsalarni 3 xil 4 xilni doimiy har kuni o'zim ichaman, ayolim ichadi, bolalarim ichadi. Alhamdulillah, mana gripp ham bo'lmaymiz, kasal ham bo'lmaymiz, mashalloh. Mana shunaqa qisqacha bugun ma'lumot berdim sizlarga. Xo'p, kimda qanaqa savollar bo'lsa, beringlar. Zapisni o'chirib turaman o'zi. Kimda qanaqa savol bo'lsa, bemalol